Jisoo haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. To'liq ismi Kim Jisoo. 1995-yilda Janubiy Koreyaning Gumpo shahrida tug'ilgan. 2026-yilda u o'zining 31 yoshini qarshi oldi. Jisoo Blackpink guruhining eng katta a'zosi. Bo'yi 1,62 m, vazni 45 kg. Hozirda o'zining Blisso nomli shaxsiy kompaniyasiga ega. Uning boyligi 30 million dollardan oshadi. Jisoo dunyoga mashhur Dior brendining global elchisi. Uni Diorning haqiqiy malikasi deb atashadi. Cartier zargarlik brendi bilan multimillion dollarlik shartnomasi bor. Yillik daromadi reklamalar bilan 11 million dollardan oshadi. Uning garajida Mercedes Maybach S-Class bor. Shuningdek, u qora rangli Cadillac'da yuradi. Jisoo K-pop olamidagi eng muvaffaqiyatli aktrisa idoldir. Snowdrop, ya'ni qorparcha serialidagi roli uchun ko'plab mukofotlar oladi. Instagramda 80 milliondan ko'p obunachisi bor. Uning bitta reklama posti 500 ming dollar turadi. Jisoo Dior brendining savdosini dunyo bo'ylab 400% ga oshirgan. Uning shaxsiy garderobi eng qimmatbaho Dior sumkalariga to'la. Bir marta Cartier tadbirida 8 million dollarlik marjon taqqan. Jisoo kompyuter o'yinlarining ashaddiy ishqibozi hisoblanadi. U bo'sh vaqtida soatlab PUBG va Overwatch o'yinini o'ynaydi. Uning Flower qo'shig'i butun dunyoda trendga aylangan. Bu qo'shiq YouTube'da eng tez ko'p ko'rilgan solo kliplardan biri hisoblanadi. Jisoo guruhdagi eng quvnoq va hazilkash member. Uning Dalgom ismli sevimli oq kuchukchasi bor. Dalgom uchun maxsus Dior it sumkasini sovg'a qilgan. Jisoo K-pop olamidagi eng past va jozibali ovoz egasi. Uning tishlari tabiiy va tabassumi juda samimiy. U bolaligida professional yozuvchi bo'lishni orzu qilgan. U kitob o'qishni juda yaxshi ko'radi. Asosan detektiv janridagi asarlarni o'qishni yaxshi ko'radi. Jisoo casting paytida I have a lover qo'shig'ini aytgan. U YG kompaniyasida stajyor bo'lib 5 yil davomida tayyorgarlik ko'rgan. Jisoo K-popning eng kuchli mentalitetiga ega yulduz deyiladi. Uni ochiqchasiga yig'laganini muxlislari deyarli ko'rishmagan. U muxlislarni har doim birinchi o'ringa qo'yadi. U K-pop tarixidagi eng chiroyli yuzga ega aktrisadir. Pikachu qahramonini juda ham yaxshi ko'radi. Sevimli rangi binafsha, lekin qora kiyim kiyishni yoqtiradi. Jisooga achchiq ovqatlar va ramyonlar juda yoqadi. Uning shaxsiy villasining narxi taxminan 4 million dollar. Jisoo Omniscient Reader filmini asosiy rollardan birini o'ynagan. Uning aktyorlik mahorati Gollivud prodyuserlarini ham hayratga solgan. U doim o'zi bilan kichik o'yinchoq olib yuradi. U K-pop olamidagi eng yaxshi boshlovchi hisoblanadi. Jisoo ingliz tilini tushunadi, lekin gapirishga biroz uyaladi. Uning samimiyligi uchun uni Miss Korea deb atashgan. Jisoo darslarda uxlab qoladigan sho'x qiz bo'lgan. U an'anaviy koreys cholg'u asboblarini ham chalishni biladi. Jisoo va aktyor An Bo Hyon munosabatlari katta shov-shuv bo'lgan. Hozirda u o'z shaxsiy hayotini o'ta qattiq sir saqlaydi. Uning har bir posti Dior brendiga millionlar olib keladi. Jisoo Elo Yoga brendining global yuzi sifatida tanilgan. Uning shaxsiy kompaniyasi Blisso oilaviy biznes sifatida boshlangan. Jisoo K-popning eng barqaror, ya'ni stabil vokalchisi deb tan olingan. Uning sahnadagi har bir chiqishi vizual portlash yaratadi. Jisoo bolaligida taekvondo bilan shug'ullangan va qora belbog'i bor. Uning kulgusi juda baland va atrofdagilarga energiya beradi. Sahna ortida doim memberlarga g'amxo'rlik qiladi. Unga atab Dior maxsus lab bo'yog'ini rangini ishlab chiqdi. Jisoo dunyoning eng nufuzli moda haftaliklarining doimiy yulduzi. Uning kiygan har bir libosi Koreyada urfga aylanadi. Shaxsiy samolyotida sayohat qilishni afzal ko'radi. Uning zargarlik buyumlari kolleksiyasi o'ta noyob va qimmat. Jisoo har bir intervyusida o'zining donoligi bilan ajralib turadi. U K-pop tarixidagi eng mehnatkash idollardan biri hisoblanadi. YouTube kanali orqali xayriya ishlariga millionlar o'tkazadi. Uning kanali daromadi to'liqligicha bolalar shifoxonasiga ketadi. Jisoo doim kiyimlarida soddalik va nafislikni tanlaydi. Uning sochlari K-popdagi eng qalin va sog'lom sochlardan biridir. K-popning eng muvaffaqiyatli va yakkaxon ijrochilaridan biridir. Uning Flower raqsi TikTokda milliard marta takrorlangan. U har doim o'z muxlislarini Soya deb ataydi. Liboslarida klassik va retro uslubini juda yoqtiradi. U K-pop dunyosidagi eng nufuzli idollardan biridir. Uning shaxsiy xonasi o'yinchoqlar va kitoblar bilan to'lib ketgan. Samsung bilan hamkorlikda maxsus telefon ishlab chiqargan. 2026-yilda u o'zining ilk badiiy filmini taqdim etgan. Uning olingan gonorari rekord darajasida bo'ldi. U K-pop olamidagi eng ko'p reklamasi bor idol. Uning kuchi har qanday vaziyatda o'zligini saqlab qolishda. Jisoo doim yosh qizlarni o'ziga ishonishga chorlab keladi. Uning tabassumi brendlar uchun eng katta marketing qurolidir. Jisoo K-popning eng ishonchli va sadoqatli vakili hisoblanadi. Uning har bir chiqishi vizual san'at sifatida baholanadi. Jisoo o'zining shaxsiy kosmetika liniyasini chiqarish arafasida.
U K-pop dunyosining eng yuqori darajadagi estetika egasi. Jisoo bu nafosat, go'zallik va aqlning mukammal uyg'unligidir. Uning imzosi tushirilgan buyumlar juda noyob. U har bir yutug'ini Blackpink bilan birga nishonlaydi. Guruhning tarqalib ketmasligi uchun eng ko'p harakatni u qilgan. Jisoo K-pop olamining haqiqiy milliy faxri hisoblanadi. Uning har bir konsertiga chiptalar soniyalarda sotilib ketadi. Jisoo 2026-yilda dunyoning eng go'zal ayoli deb topildi. U o'zini nafaqat xonanda, balki buyuk aktrisa sifatida ko'radi. Kelajakda u o'zining shaxsiy kino studiyasini ochishi mumkin. Kim Jisoo K-pop olamining mangu porlovchi vizual qirolichasi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Va keyingi video kim haqida bo'lishini yozib qoldiring. Sizlar bilan Aziz Uz K-pop kanalida bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha